Demak, ATF bo'yicha masalamizni quyidagicha yechamiz. Demak, bizlar masala sharti berilgan, glyukoza to'liq va to'liqsiz parchalangan. Natijada kislorod ishtirokisiz, demak, jami 4332 ta ATF hosil bo'libdi. ATF molekulyar sintezlanib bo'lgandan keyin jami ajratilgan issiqlik energiyasi 5360 kilojoulga teng bo'lgan. Issiqlik energiyasi qanday ajraladi? Demak, glyukoza to'liq parchalanish uchun dastlab u chala parchalanish bosqichidan o'tishi kerak. Chala parchalanish bosqichini o'zi ham aynan shu bosqichda tugaydi. Biz umumiy qilib bitta parchalanish bosqichi yozamiz. Chala parchalanishdan shuning ichida chala ham bor, to'la ham bor. Va hosil bo'lgan mana bu sut kislotalaridan ma'lum bir qismi, demak, oxirgacha parchalanadi va shu to'la parchalanish deb aytiladi. Endi bizda masala shartiga ko'ra aytilgan, xloroplastda sintezlangan ATFlar 43200 gram glyukoza sintezlanishga yetgan. O'zi xloroplastda 18 ATF necha gram glyukozaga yetadi? 180 gram glyukozaga yetadi. Bizda 43200 gram glyukoza sintezlanishi uchun necha ATF hosil bo'ladi? 4320 dona ATF hosil bo'ladi. Endi shunday qoida bor edi. Mitoxondriyadagi ATFlardan xloroplastga o'tish uchun biz uni 30 ga ko'paytirishimiz kerak. Endi xloroplastdan mitoxondriyaga o'tish uchun teskarisi 30 ga, demak, bo'lishimiz kerak. 4320 ni 30 ga bo'ladigan bo'lsak, 144 ta ATF hosil bo'ladi. 144 ATF. Mitoxondriyaning ATFi mana bu 36 ni tagiga yoziladi. Ya'ni sut kislota mitoxondriyada parchalanadi. Demak, 144 ta nima bor ekan? ATF bor ekan. Endi bizda masala shartida A shartida so'ragan mitoxondriyada hosil bo'lgan ATF energiyasi. Mitoxondriyada 144 ATF hosil bo'ldi. Biz mana shu 144 ATF ni ko'paytirsak 40 kilojoulga. Nima uchun? Bitta ATF 40 kilojoul energiya bergani uchun. Demak, bu yerda hosil bo'ladi 5760 kilojoul energiya hosil bo'ladi. Demak, A javobimizda, A savolimizda 5760 kilojoul chiqadi ekan. Endi ikkinchi shartda bizdan so'ragan aerob bosqichda ajralgan umumiy energiya miqdori. Aerob bosqichda, ya'ni mana shu 3-bosqichning o'zida 1160 bu issiqlik energiyasi. Bizlarga kerak to'liq energiya. To'liq energiyani topish uchun nima qilamiz? 144 bo'yicha proporsiya tuzsak bo'ldi. Ya'ni 36 ATF chiqqan paytda 36 ATF chiqqan paytda yonida qancha energiya chiqadi? Umumiy 2600 kilojoul energiya chiqadi. Bizda nechta ATF chiqqan? 144 ta ATF bor. Uning yonida qancha energiya chiqadi desak, 10400 kilojoul energiya chiqadi. Endi uchinchi so'ragan narsasi bizda dissimilyatsiya jarayonining anaerob bosqichida, ya'ni mana bu kislorodsiz sharoitda ajralgan issiqlik energiyasini demak so'ragan. Buni qanday topamiz? Xuddi bizga yozilgan issiqlik energiyasi mana shu joyda kerak. Ya'ni 36 ATF ning yonida har doim 1160 kilojoul issiqlik energiyasi chiqadi. 144 ATF hosil bo'lsa, yonida qancha issiqlik chiqadi deb proporsiya tuzsak, bu joyda 4640 kilojoul energiya hosil bo'ladi ekan. Endi bizga masala shartida aytilgan edi. Jami hosil bo'lgan issiqlik qancha? 5360 edi. 5360 hosil bo'lishi uchun mana bu 4640 ning ustiga 720 kilojoulgina energiya kerak. Demak, bu 720 kilojoul qayerda ajraladi ekan? Anaerob bosqichda ajraladi. Demak, bizdan 3-shartda so'ragan narsa anaerob bosqichdagi issiqlik necha kilojoul ekan? 720 kilojoul.